Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana bugungi manzilimiz 5-3 daqiqasida Flamingoni orqasida 2 xonali 3-etajda joylashgan kvartirani obzorga kelganmiz. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, xonadonimiz chiroyli, prixoshkalari kattagina, yaxshi, remontlari zo'r holatda. Bunday bo'lsa, chap qo'limizda birinchi xonaga o'tib olamiz. Birinchi xonamiz yotoqxona. Mana aboylarni yaxshi, sifatlisidan foydalanib yopishtirgan. Yangi remontdan chiqqaniga endi 1 oygina bo'ldi. Bu uyimizda городской отоплениялari zo'r ishlaydi. Bunday bo'lsa, ikkinchi xonamizga, zalimizga o'tib olamiz. Mana azizlarim, zalimizga, zal qismimiz zo'r aboylari yaxshi, chiroyli, svetli aboydan yopishtirilgan. Ko'rib turganingizdek, oppoq, chiroyli holatda. Kattagina zalimiz. Bu yoqdan chiqqanda shundoqqina tualet vannamiz alohida joylashtirilgan bu yoqda. Mana azizlarim, ayollarimizning sevimli xonasi, ya'ni oshxona qismimiz. Oshxonamizning yaxshi, remontlari zo'r holatda. Ko'rib turganingizdek, bu yoqqa mebellarni chiroyli holatda o'rnatib qo'yilgan. Mana azizlarim, oshxonamizdan o'tganimizda balkonimiz oltiga 1,5 chiroyli holatda tog'amiz tapchanlarini qilib qo'yilgan. Bu yoqdan shundoqqina katta yo'l ko'rinib turadi. Flamingoni poliyasi shundoqqina mazza qilib kechki payt miyani ishdan charchab kelganda miyani dam oltirib, tomosha qilib o'tiradigan joylarda aka. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib chiqdik. Ko'rib turganingizdek, remontlari yangi holatda, bitta oila kelib mazza qilib yashaydigan. Bu uyni tog'amiz 31 ming etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqingizlar va 5-3 daqiqasidan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.